Endilikda siz Amir Gaz servisdan avtomobilingizga metan hamda propan gaz va uskunalarni muddatli to'lov asosida amalga oshirishingiz mumkin. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, har bitta avtomobilga to'lov grafiklari bo'yicha ma'lumot berib o'taman. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari hamda YouTube kuzatuvchilari. Men Navoiy shahridagi o'zim ko'p yillar, qariyb 5 yildan beri reklama qiladigan Amir Gaz servisdaman. Manzilimiz Sadr Dayniy ko'chasi, Mo'ljal Nurbuloq bozorining yonginasida. Mana bu telefon raqamiga murojaat qiladigan bo'lsanglar, lokatsiya tashlab berishadi. Bu yerda gaz balon uskunalari uchun o'rnatiladigan ehtiyot qismlarni ko'rishingiz mumkin. Bizda eng katta assortiment mavjud. Bu Yevropa gaz komplekti bor, Stagan bor, Adax ham bor. Adax hozirgi paytda O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan naborlarimizdan biri hisoblanadi. Istagan narxingizga mos komplektni yig'ib beramiz va eng muhimi kafolati bilan birgalikda. Kafolatimiz 2 yil yoki 50 ming, Adaxniki hozir 100 minggacha chiqqan. Kelsanglar, avtomobilingizda turiga qarab, qanaqa yo'l sharoitlarida haydaysiz, budjetingizga qarab chiroyli naborlarimizda terib beramiz. Bu yerda propan ehtiyot qismlarini ko'rishingiz mumkin. Boshqaruv bloklari bo'yicha ham, balonlar bo'yicha ham bizda eng katta assortiment bor deb ikkilanmasdan ayta olamiz. Hozirgi paytda biz O'zbekistondagi ishonch savdo do'konlari tarmog'i orqali foizsiz muddatli to'lovni yo'lga qo'ydik. Bir nechta modellarni sizlarga hisoblab chiqdik va ular haqida ham qisqacha ma'lumotni hozir to'lov grafiklari bilan chiqarib beraman. Undan oldin videoga like bosib qo'ying va kanalimga obuna bo'lish yodingizdan chiqmasin. Bir narsani aytib ketishim kerak. O'rnatiladigan ehtiyot qismlarimiz barchasi original va o'sha avtomobilingizga mos hisoblanadi. Agarda siz arzonroq yoki qimmatroq xohlaydigan bo'lsangiz, pastdagi nomerlarga telefon qilsangiz, batafsil yana ham ma'lumot berishadi. Hozir biz ayni bir turdagi avtomobillarga maxsus to'plamlarni qilganmiz. Hammasi ichidagilari original ehtiyot qismlar, o'shalarga mos to'lov grafiklarini tuzib chiqamiz. Demak, qarang. Euro 4 Nexia 3 Cobalt Lacetti Cherry Ariza 6 atmosfernisiga 90 talik metan qo'yiladigan bo'lsa, narxi $440 bo'lyapti. So'mda 5 million 360 ming so'm atrofida. 3 oyga oladigan bo'lsangiz 2 million 291 mingdan, 6 oyga oladigan bo'lsangiz 1 million 227 mingdan, 12 oyga oladigan bo'lsangiz 640 ming so'mdan chiqyapti. Sizdan talab etiladigan narsa ish haqqi bo'lishi kerak. Agar ish haqqisiz olaman deydigan bo'lsangiz, salgina to'lov grafiklari o'zgaradi. Men hozir ko'rsatayotganim 1000 so'm, 2000 so'm farq qilishi mumkin. Uzoqi borsa, lekin unaqa katta farq qilmaydi. 12 ta viloyatga qilib bera olamiz, bemalol kelishinglar mumkin. Muddatli to'lov, hisob kitob qilib chiqsanglar ham unaqa ko'p qimmatga tushib ketmayapti. Muhimi original ehtiyot qismlar. Onyx Tracker Jack Jet Ariza 6 atmosfernisiga ham turbosiga ham farqi yo'q. Propan bo'ladigan bo'lsa, bu asosan 47 talik balonga to'g'ri keladi. $341 ga chiqyapti. So'mda 4 million 126 ming. Oylik to'lovlarni mana ko'rib turibsizlar, xohlasangiz screenshot qilib olinglar. Euro 3 Nexia 3 Cobalt Lacetti Cherry Ariza 6 atmosfernisiga qo'yaman deydigan bo'lsanglar, $349, 4 million 222 ming, 4 million 300 ming atrofida deylik. Oylik to'lov grafiklarini ko'rib turibsizlar. Propan Hop, Haval M6, Julian, Cherry Tiggo 7, Jetaur X50 X70, Swift S07, 408, 4 million 900, 5 million atrofida chiqyapti. 3 oylikka mana shu, 6 oylikka mana shu, 12 oylikka mana shunchadan. Propan GDI motorlar, bilasizlar, GDI motor bu, MPI motor bu. Men yuqorida hamma sanab o'tganlarim MPI motorlarga tegishli edi. Agarda mashinangizda modeli sal boshqacharoq bo'ladigan bo'lsa, masalan uchun Shiniraymi, qanaqadir boshqacharoq brend bo'ladigan bo'lsa, motoringiz hajmi o'zgaradigan bo'lsa, qo'yadigan gaz balonimiz ham o'zgarishi mumkin narx-navosi. Masalan, bu yerda faqat metallarga 90 talik, bu propan 47 talik hisoblangan. Bularga 65-63 lar hisoblangan. Narxlarini ko'ryapsizlar. GDI'larni aytib o'tamiz. 808 почти 10 million atrofida chiqyapti. 3 oyga qancha? 6 oyga, 6 oyga, 12 oyga. Euro 3 Damas, Labo, Matiz, Spark o'zimizdan non topar mashinalar uchun mana shunchalar atrofida chiqyapti. Oylik to'lovlari mana shunaqa chiqyapti. Bir narsani aytib o'tib ketaman akalar, narx-navosi 50 ming, 100 ming gacha maksimum farq qilishi mumkin. Lekin bizda avtomobilni o'sha hujjatlari kerakli texpasportingizga o'zgartirish kiritilmaydi-yu, lekin o'sha bazaga kiritish, davlat xizmatlaridan ruxsat olib berish, undan tashqari avtomobilingizda metan gaz balonni sinovdan o'tkazib, ana undan so'ng o'rnatish ishlari amalga oshiriladi. Bularning ham xizmat haqlari mavjud. Yana ham batafsil ma'lumotni o'sha aytganimdek pastdagi nomerlarga telefon qilib olsanglar bo'ladi. O'rnatiladigan uskunalarimiz ham hammasi o'sha avtomobillarga mos hisoblanadi. Masalan, GDI'larimizga albatta Yevropa gazdan injektor 48 ga 4 boshqaruv bloki bilan qo'yib beramiz. MPI'larimizga misol uchun Basic 24 ga 4 yoki bo'lmasa Stag 200 gofasi bo'ladi. Undan kuchliroq masalan Tracker 2 larga Kunex Plus yoki bo'lmasa Evans 32 ga 4 boshqaruv bloklari bilan qo'yib beriladi. Yuqorida aytib o'tganimdek,
o'rnatiladigan uskunalarimiz yana bir bor aytaman, kafolat bilan qilib beriladi. 12 ta viloyatga ham qilib bera olamiz. Agarda sizda moshiningiz boshqacha bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring, qanaqa mashinalarni to'lov grafikini ko'rishni xohlaysiz, men sizga ular haqida ham batafsil ma'lumotni berib o'taman. Video yoqqan bo'lsa, foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, kanalimga obuna bo'lib, videoni gaz qo'ydirmoqchi bo'lgan hamma tanishinglarga jo'natib qo'yinglar. Manzilimizni tushuntirib o'tdim. Navoiy shahar Sadrdayniy ko'chasi, Nemezidan Gemizga ketish yo'lida Amir Gaz Servis. Barchalarni manzilimizda kutib qolamiz. Sog' bo'linglar, charchamanglar.